alaykum. Men To'rayev Shahboz Shuhrat o'g'li 1994-yilda Qarshi shahrida tug'ilganman. 2012-yilda Qarshi transport kasb-hunar kollejini tamomlab, hozirgi kunda Axborot texnologiyalari va menejment universiteti 4-bosqich sirtqi ta'lim talabasiman. Ish faoliyatimni 2017-yil Qarshi mintaqaviy temir yo'l o'zelidan boshlaganman va hozirgi kunda Qarshi vagon deposida axborot kommunikatsiya texnologiyalari bo'limi boshlig'i lavozimida ishlab kelmoqdaman. Temir yo'l sohasiga qiziqishlarimning asosiy sabablaridan biri bu ustozim Zafar aka Primov bo'ladilar. Undan tashqari yoshligimda gadjetlarga, zamonaviy texnologiyalarga qiziqqanligim sababli hozirgi kunga kelib o'z bilim va ko'nikmalarimni temir yo'l sohasiga tatbiq qilib kelmoqdaman. Meni ish jarayonimga asosan korxonamizdagi ishchi stansiyalarning doimiy ishlashini ta'minlash, lokal tarmoq barqaror ishlashini ta'minlash. Undan tashqari bo'limimiz tomonidan ishlab chiqilgan elektron platformalar mavjud va chetdan jalb qilingan elektron platformalar mavjud. Undan tashqari axborot xavfsizligi ishlarini olib borish va ishchi stansiyalarimizga texnik va dasturiy xizmat ko'rsatish, dasturiy ta'minotni doimiy ravishda yangilab borish kiradi. Ishimdagi eng mas'uliyatli va mashaqqatli taraflardan biri tizim va platformalarimizning doimiy ishlashini ta'minlashdir. Birgina kichik nosozlik ham tizimga katta muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Undan tashqari rahbarimiz tomonidan bizga qo'yilayotgan vazifalarni o'z vaqtida va sifatli bajarish ham katta mas'uliyat talab qiladi. Rahbarimiz juda ham talabchan insonlar, ayniqsa bizning yo'nalishimizga raqamlashtirish va avtomatlashtirish sohasiga doim alohida e'tibor berib keladilar. Men shundan juda ham mamnunman, sababi doimiy yangiliklar o'rganib boraman. Yangi texnologiyalar umuman olganda axborot texnologiyalari ichida yashayman. Inson o'zini qachon baxtliman deb ayta oladi, qachonki yurt tinch bo'lsa, do'stlari, yaqinlari, oilasi sog'-omon bo'lsa, baxtliman deb ayta oladi. Undan tashqari o'zini sevgan kasbi bilan shug'ullansa, baxtliman deb ayta oladi. Men baxtliman, sababi ota-onam, farzandlarim, oilam sog'-omon yonimda, meni doim qo'llab-quvvatlashadi. Undan tashqari o'z sevgan kasbimda faoliyat yuritmoqdaman. Men o'zimni to'laqonli baxtliman deb bemalol ayta olaman. Yosh mutaxassislarga maslahatim, eng avvalo o'zlari sevgan kasbni tanlashni maslahat bergan bo'lardim. Qachonki o'z sevgan kasbda yoki o'z sevgan mashg'ulot bilan shug'ullansa, albatta kelajakda muvaffaqiyatga erishadi. Qachonki inson o'zi xohlamaydigan yo o'zi sevmaydigan kasbda bo'lsa, u salbiy oqibatlar olib kelishi mumkin, muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Undan tashqari chet tillarni o'rganishni maslahat bergan bo'lardim. Zamonaviy bilimlarni o'z ustida tinmay mehnat qilishdan to'xtamaslikni so'rab qolgan bo'lardim. Korxonamizda innovatsion g'oyalar ustida ishlash uchun juda ham keng imkoniyatlar yaratilgan. Jumladan meni ishim innovatsion g'oyalar bilan bevosita bog'liq. Innovatsion g'oyalar tanlovini doimiy qatnashchi hisoblanaman. Jumladan 2022-yilda vibrodiagnostika qurilmasini kompyuter qismini modernizatsiya qilish loyiham orqali qatnashib, faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritganman. 2020 va shu 2024-yilda ham Railway Poster dasturi orqali qatnashib, birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Undan tashqari bizda hozirda E-vagon platformamiz ham ishlab turibdi. Albatta bu ham korxonamizga, jamiyatimizga umuman katta iqtisodiy samaradorlik keltirishi kutilmoqda. Biz qilingan loyihalarni nafaqat o'zimizning korxona, balki temir yo'limizdagi boshqa korxonalarga ham tatbiq qilish tarafdorimiz va kelajakda o'sha jahon miqyosidagi dasturlarni ham ishlab chiqmoqchimiz. Mening kasbim, mening faxrim.